Assalomu alaykum azizlarim. Men Adeya. Bugun yana sizlar bilan bugungi mavzuyimiz u va siz. Bu yog'iga endi nima bo'ladi? Ya'ni aqlingizdagi inson, siz sevgan inson, sevgilingiz bo'lsin yoki ayriliqdagi er-xotinlar, o'rtaga sovuqchilik tushgan, munosabatlari ozgina cho'zilib bir-birini kutayotgan insonlar uchun, xullas, sevgili hayoti bor insonlar uchun niyat qilindi. Ya'ni u va siz endi bu yog'iga nima bo'ladi? Ba'zan yuragimiz jim tursa ham bir energiya gapiradida, siz uni his qilasiz, u sizni his qiladi. Ammo ba'zan aloqalar sovuq bo'ladi, ya'ni soviydi. Nega? Ba'zan yurak faqat u insonni xohlaydi-yu, lekin harakat qila olmaydi. Nimadir ushlab turadi. O'rtada masofalar, vaqt. Sababi sizni ruhingiz o'sha insonni hali qo'yib yubormagani sababli siz uni yuragingiz bilan kutasiz. Qancha vaqt o'tsa ham, qancha masofa bo'lsa ham, faqat u insonni kutishda davom qilasiz. Buning asl sababi shu ruhingiz u insondan oladigan darsini hali tugatmagan degani. Bugun kartalar sizga u va siz bu munosabat qanaqa davom qiladi degan savolga javob beradi. Bu oddiy tarot bo'lmaydi, ya'ni oddiy tarot energiya o'qish hisoblanmaydi. Bu sizni ichingizdagi sevgi kodingizni, sevgi energiyangizni faollashtiruvchi bir energiya o'qish hisoblanadi. Endi esa o'sha insoningizni chuqur nafas olib, o'sha insoningizni o'ylagan holatda butun energiyangizni yo'naltiring menga. Bu video orqali niyat qiling. O'sha insonni o'ylagan holatda energiya oqimini kuchaytirish uchun azizlarim bir narsani so'rab qolardim. Menga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Aynan like bosgan, obuna bo'lgan insonlar uchun bu videoni o'qishni niyat qildim. Agar bu meni videolarimni ko'rib borayotgan bo'lsangiz, sal oldin kod haqida ham qo'ydim. Kodga qiziqayotganlar bo'lsa, batafsil ko'rib chiqishi mumkin o'tsiflarni. Kod bu sizni hayotingizni butunlay o'zgartiradigan, juda ham kuchli, sizni ruh raqamingiz hisoblanadi. Men siz uchun shaxsan hisoblab beraman va aktivlashtirgan holatda sizga uzataman va siz uchun shaxsan individual seanslar o'tkazaman va bu sizga rezonans beradi. Demak, bu sizni o'zgartiradi. Ruhiy uyg'onish olib keladi sizni hayotingizga. Sevgi energiyasini qayta uyg'otasiz va hayotingizga sizni qadrlaydigan insonni jalb qilasiz. Agar xohlasangiz Telegram lichkamga yozishingiz mumkin. Kanalimning tepasida yozilgan. Demak, bugungi savol bo'yicha 7 ta karta tanlaymiz. Birinchi savoli quyidagicha bo'ladi. U sizni hozir qanday his qiladi? U sizni hozir qanday his qiladi? Ya'ni yuragida sizga nimalar yashiringan? Siz kutayotgan ayriliqdagi sevganingiz. Siz hayotida qanday bo'shliqni his qilyapti? Sizni sog'inadimi? Bu inson bilan siz qanday energetik rishtada bog'langansiz? Karmikmi, ruhiymi yoki haqiqiy sevgi aloqasimi sizda? U sizga qaytishni o'ylayaptimi yoki hayotida bir yangi yo'nalishga, yangi yo'lga kirganmi? 4-chi, 5-chi. Sizlarning orangizdagi aloqa endi qanday o'zgaradi? Sovuqlik tugadimi? Yangi bosqichga o'tadimi? 5, 6. Siz uni kutishingiz kerakmi yoki bu darsni tugatish va o'zingizni yangi sahifangizni ochishingiz vaqti keldimi? Yettinchi savol, oxirgi kartani olamiz. Kartalarning yakuniy xulosasi va sizga maslahati, bu munosabatdan siz qanday bir ruhiy saboq olishingiz kerak aslida. Chiroyli karta tushdi. Demak, birinchi karta savoli, u sizni hozir qanday his qiladi? Ya'ni yuragida sizga nimalar yashirgan bu inson desak, adolat kartasi tushdi. U hozirda o'zicha bir haqiqat energiyasida muvozanatni xohlayapti, haqiqat izlayapti. Shunaqa energiyada yuragida siz bilan bo'lgan voqealarini, siz bilan bo'lgan barcha gap so'zlarini, qarorlarini o'lchayapti, ya'ni bir o'ylab ko'ryapti. Ichki o'zicha hisob-kitob qilyapti. Nima to'g'ri qilindi, nima xato bo'ldi munosabatlarimizda degan o'y fikr shunaqa energiyada. U sizni tan oladi. Sizni haqqingizni, ya'ni his qilyapti.
lekin juda ham ko'p o'ylayapti hozir. Agar muammolar bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda qilolmagan adolatliligini, jasoratlilik bilan, halollik bilan yondasha olmaganini tan olyapti va endi boshqacha bo'lishini xohlab shunga harakat qilib shu to'g'rida o'ylayapti. Maslahatimiz bu munosabatlarda ochiq so'zlilik, kechirim so'rash muhim. Ya'ni ikkala tomon ham bir-biriga ochiq bo'lishi kerak, kechirim so'rash bir-biridan. Ana o'shanda adolat tomon yo'l ochiladi deyapti. Siz ham, u ham tinchlikda va munosabatlaringiz birga yana aniqlik bilan davom qilishi mumkin deyapti. Chunki bu shunaqa kartada adolat kartasi. Haqiqatni yaxshi ko'radi, muvozanat bo'lishini xohlaydi, ochiqlikni yaxshi ko'radi. Hozir ichidan o'ylayotibdi bu. Nima bo'ldi, nima qilindi, kim xato qildi, o'lchayapti. Uni yuragida shunaqa hislar, sizdan shuni yashiryapti. Nimanidir hisob-kitob qilyapti bu. Ikkinchi, sizsiz hayotida qanaqa bo'shliqni his qilyapti bu inson? Sizni sog'inyaptimi o'zi desak, oy kartasi tushdi-da. Bu oy karta sirlilik kartasi. Buni ichki dunyosi hozir sirli, noaniq, bir tushlar bilan ham to'la, sog'inish bor. Lekin o'zi ham buni anglab yetmayapti-da, his qila olmayapti. Nima his qilayotganini anglay ham olmayapti-da. Tushlarida ham kerak bo'lsa sizni ko'ryapti. Ko'p narsa ong ostidagi qo'rquv, gumoni ko'p bunida. O'sha narsalar buni chegaralab qo'ygan. Sizni ko'pincha kechqurun kechasi tunda o'ylar ekan. Lekin bir xulosaga kela olmayapti. Sog'inish bormi desak, ha deyapti. Lekin qanday ifodalashni ham bilmayapti sizga. Maslahatimiz tinch, bu munosabatda tinch bo'lish kerak, mulohazali bo'lish kerak. Bosim o'tkazmasdan munosabatni davom qildirish kerak yoki shunaqa xullas. Hech qanday zo'rlashlarsiz davom qilish kerak bu munosabat. Yumshoq signallar orqali, kuchli energetikalar jo'natish orqali fikrlarni oydinlashtirish kerak. Fikrlari chalkash, qorong'ulikda qolgan, sizni sog'inyapti, bo'shliqni his qilyapti, tushlarida ham ko'ryapti, lekin bir to'xtamga o'zi kela olmayapti bu inson. Bu inson siz bilan qanaqa energetik rishtada bog'langan, karmikmi, ruhiymi yoki haqiqiy sevgi aloqasimi desak, 4 ta kosa kartasi tushdi. Bu holat tushunarsizlik va to'xtab qolgan ehtirosni bildiradi. Energetik bog'lanish bor, lekin hozir u qoniqmayapti. Ruhan izlanishda. Karmik belgisi ham bor. Bosib o'tgan bir-biringiz bo'lgan munosabatda hali bir-biringizga tushunilmagan, olinmagan darslar ichida qiynamoqda buni. Sizdan olish kerak bo'lgan darslari bor hali bu insonni. Ya'ni ham karmik munosabat bor degani. Ruhiy va karmik munosabat bor sizlarda. Chuqur tuyg'ular bo'lgan, orangizda juda ham bir vaqtlar juda chuqur tuyg'ular bo'lgan. Hozir esa bir tomon yoki ikkalangiz ham qoniqmaslikni his qilyapsiz u insondan. Qoniqmayapsizlar. Maslahatimiz o'ziga bahosini oshirish kerak. Minnatdorchilikni his qilish kerak qalbidan inson hozirgi holatiga va o'zini qadrlash kerak birinchi o'ringa qo'yib. Bu narsa bilasizmi, inson o'zini qadrlaganda shunga yarasha, shunga mos energiya chiqaradi-da. Bu sog'lom shaklga o'giradi o'sha munosabatni. Bog'lanishni yangi bosqichga olib chiqadi. Inson qanchalik o'zidan, hozirgi vaziyatidan minnatdorlik his qila olsa, bir dars oldim yoki sevgini o'rgandim, sevilishni o'rgandim, u inson orqali o'zimni ayolligimni his qilishni o'rgandim yoki bo'lmasam u ayol orqali qandaydir ayollik energiyasini his qila oldim deydiganlar bo'lsa, shunga minnatdorlik bildirish kerak va yana ham o'zini qadrlash kerak. Nega kelmayapti, nega aloqaga chiqmayapti, meni yaxshi ko'rmaydi, bizni tashlab ketgan, kimdir bilan yuradi degan yomon energiya, o'y fikrlar bilan bo'lib qolsangiz bo'lmaydi. Sog'lom shaklga o'girish uchun munosabatingizni o'zingizda minnatdorlik his qiling va o'zingizni qadrlang. Bo'ldi, ishingizni davom qiling. O'sha paytda to'g'ri shaklga o'tadi munosabatingiz. 4-inchisi, u sizga qaytishni o'ylayaptimi yoki hayotida yangi yo'lga kirganmi? Ya'ni boshqa bir yo'lga kirganmi? 4 ta tayoq kartasi tushdi, juda ham ijobiy karta. Bayram, barqarorlik, yoki bir yangi uy qurish, yangi bir energiyalar ko'rinyapti. Bu qaytish yoki yangi bir barqaror bosqichga tayyorgarlik signali aslida. U qaytishni yoki munosabatni boshqa bir shaklda tiklash imkoniyatini o'ylayapti. Bu shoshilinch tarzda qaytish bo'lmasligi mumkin, lekin qaytish istagi kuchliligini bildiradi.
Ya'ni bu yerda birdan oldingizga tap etib tushmasa ham, birdan sizga telefon qo'ng'iroq qilmasa ham, lekin juda ham kuchli qaytish istagini bildiryapti bu yerda. Agar qayta bog'lanish bo'lsa, u aniq va tiniq butunlayga barqaror qadamlar bilan keladi oldingizga. Shoshmasdan, oshkora va kelishilgan tarzda kirib keladi hayotingizga. Sizni orangizdagi aloqa endi qanaqa o'zgaradi? Sovuqlik bormi yoki yangi bosqichga o'tadimi desak, 3 ta tayoq kartasi tushdi. Bu aloqangizni kengayishini bildiradi, reja tuzishni, kutilayotgan yangi boshlanish, ya'ni kutyapsiz yangi boshlanishni ikkala tomon ham. Aloqalar harakatga o'tyapti degani, yangi imkoniyatlar uchun uzoqdan rejalash ishlari boshlangan degani. Bu kartaga yaqin ma'nosi bu ham. Buni javobini bu beryapti mana. Uzoqdan reja ishlari boshlangan o'sha sizga aloqaga chiqish. Sovuqlik butunlay emas orangizdagi. U sovuqlik fazasi tugadi endi, yangi boshlanish turibdi oldingizda. Lekin qadama-qadam, bosqichma-bosqich boshlanadi bu, ozgina sabr kerak. Reja tuzing, yaxshi niyatda bo'ling. Kichik qadamlar bilan harakat qilishingiz mumkin, maslahatim. Siz ham. Sizni kutishingiz kerakmi yoki bu darsni tugatishingiz kerakmi? Yoki o'zingizni yangi sahifangizni ochish vaqti keldimi desak, 4 tanga kartasi tushdi. Bu ushlab turish. Bu qo'rquvda nimanidir ushlab turishni bildiradigan karta. Qo'lini bo'shatmaganlik va bir ortiqcha qattiq qo'llikni ham bildiradigan karta. Kutish kerak, lekin bag'rikenglik bilan, o'zingizni yopib olib qo'yish bilan emas, qizg'anchiqlik bilan emas, yetar yetmaslik ongi bilan emas, o'sha insonga nisbatan devonalarcha, telbalarcha uni yo'qligini his qilgan holatda unga intilish bilan emas, to'kinsochlikda, sevgiga ochilgan holatda, minnatdorchilikda, bag'rikenglikda turishingiz kerak. Agar siz faqat o'shanday, men aytganda qizg'anchiqlik kutish holatda qolib ketsangiz, o'zingizni cheklab qo'yasiz. Bu karta ogohlantiradi, erkinlikni yaxshi ko'radi bu karta. Erkinlikni yo'qotma deyapti. Muvozanatni tanlashingiz kerak. Umidingizni yuragingizda saqlaysiz va hayotingizni davom ettirasiz. O'zingizni moliyaviy ustingizda ham ishlashingiz kerak. Pul bo'yicha ham ozgina muammolar bor bu energiya o'qishni ko'rayotganlarda. O'shalarda ustida ishlashingizni maslahat beryapti va ruhan barqarorlik juda ham zarur sizga. O'zingizni ruhiyatingiz ustida ham ishlang. Nafaqat kutish, balki o'sish ham juda muhim bu jarayonlarda. Aslida munosabatlar bir-birimizni o'stirish uchun yaratiladi. Oxirgi yakuniy xabari. Qanday ruhiy saboq olishingiz kerak bu karta, bu munosabatdan desak, juda chiroyli karta tushdi. Quyosh kartasi. Kartalar yakunida yorug'lik, ochiqlik, shifo, quvonch degani eng katta saboq quvonchni qaytarish. Ya'ni o'zingizga quvonchni hadya qiling. Kichkina narsalardan bo'lsa ham quvoning. Inson qalbi ochilishi kerak quvonib. Haqiqat bilan, ya'ni tan olgan holatda kichkina narsalarga ham quvoning, minnatdorchilikda bo'ling. Har qanday sinov hozir balkim qiyin vaziyatdadirsiz, lekin oxirida yorug'lik bor degani. Bu munosabatlardan sizni hayotingizni yanada yoritadigan, o'zingizni yanada mukammal darajada o'zingiz taniydigan inson sifatida chiqishingiz mumkin. Ya'ni quyoshdek porlaydigan, baxtga, mehrga, sevgiga, pullarga, hammasiga ochiq, boricha qabul qila oladigan inson sifatida chiqishingiz kerak bu munosabatdan. Ochiq bo'ling deyapti. O'z baxtingizni tashqi tomondan kamsitishlar bilan yoki kimdirlarga bog'lash bilan, kimdirlar bilan solishtirishlar bilan yerga urmang. Ya'ni eng katta kuch bu o'zingizni tan olishingiz, o'zingizni sevishingiz va vibratsiyangizni ko'tarishda ochiladi. Hamma narsa energiya. Bu gapimni hamma videomda aytganman. Qisqacha xulosa, u hozir hissiyoti va ongi o'rtasida turgan inson. O'zini, sizni, voqealarni adolat bilan o'lchayapti. Ichida qorong'ilik, sog'inch mavjud. Lekin ikkilanishda. Ishora bor, sog'ingan lekin ikkilanishda. Yangi bosqich boshlanish arafasida, siz kutish bilan birgalikda ichki boyligingizni o'zingizda yanada rivojlantiring, o'zingizda oching. Eng muhimi yorug'likni tanlang, quvonchni tanlang, oldinga harakat qilishni tanlang, o'zingizni ruhan o'stirishni tanlang. Faqat bitta narsaga yopishib olib kutishni bas qiling. Azizlarim, bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. Hammangizga rahmat. Fikrlaringizni albatta kommentda kutib qolaman.